shuncha hayot 17 yil o'tayotgan ekan. Yaxshi kun, yomon kun, og'ir fe'l, yengil fe'l, ichki haqiqatlarim hamma bor budim bilan ko'rindim men bu odamga. Hech narsam qolmadi o'sha ichimda. Hammasini ko'rsatdim fe'l qilib. Hammasini ko'rgan vaqtlarida ham qoldilar, yonimda turdilar, prosta turmadilar. Qo'llab-quvvatlab turdilar. Har doim xavfimni kamaytirib, pasaytirib turdilar. Ko'zlari doim menda turdi. Bu uchun juda ham katta rahmat bu insonga. Chunki bitta fe'lingizni ko'rib qolganda qancha odam tashlab ketadi? O'rtoqlarda, tanishlarda, kollektivda bitta ichingizdagi bir yaramasligingiz, nafsingiz sifatini ko'rib qolsa tashlab ketishadi. Yuz o'girib ketishadi. Siz haqingizda nimalar deb ketishadi. Necha xili bo'lsa hammasini ko'rib ham siz yoningizda qolgan odam menimcha o'shani ismi juft deyiladi. Meni ismim Muxtasar, familiyam Nazarova, men psixologman. Psixologiya bilan 15 yil bo'libdi mana shug'ullanyapman. Professional darajada shug'ullanish boshlaganimga 10 yildan o'tdi. Sohada mutaxassisligimdan ham oldin birinchi o'rinda baribir ayol kishiman, ayolman. Bu sohada birinchi o'rinda o'zimga yordam kerak bo'lgani uchun shu sohada bo'lganman deb o'ylayman. Buni o'sha paytda tushunib yetmaganman, lekin baribir mana endi o'ylab qarasam, Allohning bu kasbni berishi-yu, shuni ichida o'ralashishimiz-yu, savollarga javob qidirib yurishimiz, ilm qidirishimizni asl tegida deb o'ylayman. O'zimga yordam kerak bo'lgan ekan. Vaqti keldi, turmushga chiqadigan paytimiz keldi, turmush qurdim. Toshkentda Marg'ilonga kelin bo'lganman men. Umuman boshqa muhitda yashab yurib, butunlay boshqa muhitga borib qolganman. Buni boya ham bir podkastda gapirdim, lekin takrorlanish bo'lsa ham etish xohlardim. Shu bir institutda o'qiyotganimizda ustozimiz bo'lardilar, Valiyeva degan. Juda ko'pchilik o'qiganlar eslaydi, pedinstda hamma biladi u kishini. Bir kuni darsda ro'molli kursdoshimiz turg'izib urishdilar-da, shu ro'molliysan, shuni qilmaysanmi, shu mas'uliyatni olmaysanmi deb urishdilar-da. O'sha yerda aytdilar. Asl taqvo, asl odob o'zi millatda shundoq ham bor edi. Ikki ayvonli hovlilar, ichkari tashqi hovlilar, ichkarida ayollarning yurishi, bu yoqqa o'tmasligi, ayol erkakni darvozadan kirib chiqmasligi yig'inlarda. Mashinasi bo'lmasa ham ko'cha transportida ham o'zi olib borib, o'zi olib keladigan erkaklar ayolini. Bor edi o'sha odob bizda. Mana yo'q bo'lib ketdi deb urishdilar. Men o'sha paytda o'tiribman, tayyorlan, o'ylayman, tavba, ertaga o'xshaydi bo'lmaydi, bunaqa hayotda deyapman. Chunki atrofimda o'sha paytda Barovskiyni tamomlaganman. Barovskiyda ham shunaqa ruslashganroq muhit, pedinstda ham shunaqa fakultet, endi hech kim yopiq emas, boshqa emas, hamma ochuv erkanda. Xullas, bir yil ham bo'lmadi shu gapga, turmushga chiqdim Marg'ilonga, borsam xuddi shu muhitda. Ertaga chiqib. Ertaga voy deyapman. Chestdan chiqmaydi, uydagilar telefon qilishyapti. Muxtasar, biz kelib qoldik. Darvozalar rangi qanaqa edi deydilar. Voy, hozir so'rab keldik deyapman. Men darvozani rangini ham ko'rmagan, chunki ichki va tashqi hovli degani ichki hovliga parda tutiladi va tashqi hovli borda. Darvozalar tashqi hovli tarafda bo'lgani uchun biz tashqaridan bunday chiqib ko'cha supurmaganmiz. Bizga ko'cha supurtirishmasdi. Aytilgan shu ko'chani erkaklar supurib oladi. Ayollar chiqib o'tda ko'chani tozalab yurmaydi, erkak hamma o'tib qaytadigan joylarni ayollar tozalamaydi. Bu bizning ayollar ehtiyotlashimiz. Ichkarini tozalavringlar deyishardi. Mana shu darvozani rangini ham bilmas ekanman. Bo'lsa bir 2 haftalik, 3 haftalik kelinlik vaqtimdagi gapda endi bu. Xullas, shu parda biz ish qilib yuribmiz, kelinlar, o'sinlar chiqib kelish, Abamnop aka chaqiryapti ko'chada deb bitta odam va chaqiryapti, uyda hech kim yo'q, dadajonim yo'llarni aytib qo'ydi desa, voy shart emas, chaqiradi, erkak chiqmasa yo'q ekan deb chiqib ketib ko'chadan surishtiradi deganlarda. Voy ishonasizmi, ching bo'lyapti miyam. Shunaqa ajoyib bo'lgan men uchun boshqa muhit, umuman boshqacha odamlar, boshqacha bir odob, ochiqlik, erkinlik. Keyin men bilasizmi, o'shangacha miyam mana bunaqa fikrlar ekan. Hozirgi psixologiya til bilan aytganda dualni fikrlar ekan, ikki yoqlama, oq va qora. Taqvodorlar, dindorlar va rioyasizlar deb o'ylar ekanman. Taqvodor odamlar katta ro'mollarda seryozni, qattiq qo'l, jahli bor, ular oldida nafas olish qiyin bo'ladigan shunaqa odamlar tasavvur qilar ekanman.
o'sha yosh paytimdada u yerda xuddi shunaqa odamlar, lekin ular ochiq edi, erkin edi, ko'p kulishardi, ko'p hazillashishardi. Xullas, o'sha davr men uchun juda ham katta bir boshqa olamni his qilish, tinchlanish, orom payti bo'lgan. Albatta qiyinchiliklar bo'lmagan emas, adaptatsiya, boshqa narsalar bo'lgan. Lekin u xotiralarni men ham unaqa olmaydi. Chunki bu mazza narsalar bo'lgancha. Yo'q, o'sha davrda, o'sha holimda olmagan. Meni ko'proq qiynagan narsa hayotimda moddiy yetishmovchiliklar ham ko'p bo'lgan. Bu har bir davrimizda bor, bolalikda ham bor, masalan, o'sha institutda studentlik paytlarimizda ham bor, turmush qurgandan keyin ham bo'lgan, keyin farzandlar katta bo'lish davrida ham bo'lgan, bu yaqin kunlarda ham bo'ldi. Lekin moddiy hayot, yetishmovchiliklar meni hech unaqa ozorlamasdi. Filmdagi o'zgarishlarni turmush o'rtog'im aytadilar, o'sha uylangunlarigacha ko'chada ko'rib, yoqtirib, tanlab, endi uydagilarga aytib, "Men shunga uylanaman" deb uylangan odamlar to'ydan keyin xursand bo'lganlar, что men moslashib ketganimga bu oilaga. Lekin meni ham o'sha resurslarim kamaygani sari beradigan jim bo'lib simirayib, jim qolib ketib yig'lab, boshqa qilib, tun bo'lib olib berganman boshda reaksiyalar. Keyin bolalarga o'shanaqa qattiq gapirib, keyin o'sha jahlim yillarcha o'zgaraverasiz-ku. Aytadilar, menga rosa qiyin bo'lgan. Shunaqa men bitim ko'nglim qolib ketgan dedilar. Ko'rsatmaganlar. Odob nuqtasidan, erkaklik odobi nuqtasidan hech qachon etmaganlar, demaganlar, yuz ko'zlarida ko'rsatmaganlar. Juda bo'lsa muloqotda tark etganlar. Bizda ham yillab muloqot bo'lmagan o'rtamizda, gapirmaganlar, gaplashmaganlar. Uni o'rnini men o'sha qaynona kelinlik, o'sinlik munosabatlari, gaplashish, o'tirish, uyish qilish, o'tga bor, bo'tga kel bilan to'ldirib turganman. Keyinchalik kasbiy faoliyatim bilan to'ldirib turganman. Orada yillab bizda yaxshi munosabat bo'lmagan, muomala bo'lmagan, o'tirib gaplashish umuman bo'lmagan. Endi o'ylasam, keyinchalik gaplashganda aytaman-da, nega shu narsalar yoqmagan, etmagansiz? Sen qaysi yuz bilan aytaman deydi. Qaysi yuz bilan aytaman? Sen mana shu xonadonda bolalar deb ish qilyapsan, boshqa charchayapsan, natijada shunaqasan, ko'rib turibman u. Baribir tuzata olmayman, o'zgartira olmayman. Eng yaxshisi sabr qilish bo'ldi. Tamom, sabr qilganman. Men sen bilan battarlashib ketmaslik uchun munosabat o'zim uzoqroq tutganman deydi. Uzoqroq tutganman deyiladi. Shu uzoqroq tutganlar paytida men qiynalganman, shu oldimda erim bilan yaqin munosabatlar yo'qligidan. Lekin hozirgi kallam bilan o'ylaymanki, agar yaqin munosabatlar bo'lganda o'sha darajada, balki bundan ham battarroq bo'lardi. Chunki bari o'zim uchun olishimga qanaqadir vaqt, ustozlar, ilm kerak edi-da. Mana hozir endi bilim bor, ularda ham tajriba bor, tushunish bor, boshqa bor. Hozir umuman boshqacha podxod qiladilar. Lekin o'shanda ham tezoplik bilan, boshqalik bilan deb tashab ketmagan ham-ku, shuni o'zi ham erkaklikning fitratiy sifati bo'lsa kerak deb o'ylayman. Undan oshig'ini talab qilsam, bilim, tajriba so'rab qo'ygan bo'lamanmikin deb o'ylayman. Endi bu hozirgi kallam bilan, конечно, o'sha paytda xafalar bo'lib, talablar qilganman ichimda, tilimda bo'lmasa. Demoqchiman, bu davr ham bosib o'tilgan. No'xatsa aytadilar hozir, что men bundan oshig'ini so'rashga vijdonim yo'l qo'ymagan, shuning uchun tinchgina uzoqlashganman dedilar. Va keyin bolalar nuqtasi, farzandlarning ko'payishi, bolalarga yordam shartligi, bittasini ushlab turmasa bittasini eplab bo'lmasligi, boshqa narsalarda biz yaqinlashishga majbur bo'ldik. Yashab ketdik, yonma turdik va orada biz Toshkentga ko'chdik-ku. Shunda o'sha bizning hamma narsamizda yordam berib turadigan, bolalar tug'ilishi bilan qarashadigan, kasal bo'lsa doktorga men bilan birga yuguradigan, hamma jarayonida kechqurun dori kerak bo'lsa 10 ta aptekaga borib keladigan ayajonim, akajonim, shu uydagi o'sinim merlari, o'sinim ular yo'q-ku endi. Faqat o'zimizmiz. Endi o'zimiz qilmasak bo'lmaydi. Va mana shu qiyinchilik bo'lgan. Chunki katta eshik bu, katta qo'llab-quvvatlash. Kim nima desa ham bu katta qo'llab-quvvatlash. Katta eshikda ko'p mehmon keladi, ko'p keldi ketdi bo'ladi. Katta eshikda siz o'zingiz xohlagan qila olmaysiz. Ko'pchilik aytgan, nima aytsa shuni qilinadi. Men kelin bo'lgan eshikda umuman maoshli o'yama shunaqa narsalar yeyilmas edi. Ovqatlar standartlashgan edi. Qaysidir ma'noda qiyinga o'xshardi, lekin ko'nilardi. Mana shunaqa muammolar hamma joyda bo'ladi. Lekin degan joy bor. Biz hech qachon eshik qulflamasdik. Men o'sha qo'lini kaliti borligini hozir ham bilmayman. Qoidaga ko'ra har doim to'yxonalarga Marg'ilonda oldin erkaklar borib kelayotgan ayollar boradi, o'shanga dadajonlar borib kelishardi, ular kelishgandan keyin biz ketardik.
har doim odam bo'lgan. Bolalar bog'chada qolib ketdi degan tushuncha bo'lmagan. Dadajon olib kelardilar, o'zim olib kelib turardilar. Xullas, mas'uliyat shunaqa bo'lishilingan ediki, katta eshikni shuning uchun baribir qadriga yetish kerak. Qaynatalar bilan yashash ham gashti bor deyman. Baraka bor. Hech qachon u narsa abadiy emas, baribir tugaydi. Endi to'g'ri abyuziv muomala bilan og'irlik qilib, qiynab yashayotganlarni ham men yashanglar, sabr qilinglar, xuddi mendek demayman. Hammani uyda qarich har xil-ku. Lekin bu rakursni ham unutmaslik kerak demoqchiman. Kattalar bor, eshik, o'singlar bilan yashashi gashti. Eslayman, dadajonim bolalarni velosipedda olib borardilar bog'chaga. Qishi kuni sovuq, qaqrab yotibdi. Velosipedga adyal qo'yib, o'rab bolani olib ketardilar. Ana bog'cha, lekin dadajon albatta boshqa mahalla bilan o'ynatib olib borardilar. Bolalar bir xil dadajon shuni bor, tashab kelavering, bir xil ko'chada borib kelaverib, umri o'tib, bular nima silagandirdilar. O'shalarni xilma-xil ko'cha ko'rishini tashkillardilar desa, sovuni kunida ham shunaqa ehtiyotlab. Bir kun aytdim, dadajonim charchab ketdilar. Ota bo'lib sizlar ham olib boringlar, bo'ldi, olinglar bolalarni deb aqllilik qildim-da endi. San bu kishim aytdilar. Dadamni hayot mazmunlari, mazza qilib bajarayotgan ishlari shu bo'lsa, o'zlarini kerak his qilsalar, shu bilan muhim his qilsalar, shu ishni qilish bilan o'zlariga kun tartib yaratgan bo'lsa, nima men ularning qo'llaridan ishlarini olib qo'yaman. Masalan, o'zlaringcha shunaqa tushunayotgan bo'lsalaring tushunaver. Dadamga bu yoqyapti, olib kelaverarlar, men qo'yib beraman dedilar. Voy tavbadim. O'sha paytlarda masalan bu rakurslarga meni aqlim yetmasdi. Mana hozirgi aqlim bilan aytaman, ha, katta avlod vakillariga bolalar, bizani bolalar baxt ekan. Chunki hamma ham o'zini bolalari davrida ota-ona bo'lib yasha olmaydi. Boshqa narsalarga chalg'iydi. Bo'lib ham erkaklardagi oksitotsin gormoni 35 yoshdan keyin ishlab chiqarar ekan miyasi. Oksitotsin shafqatga bo'lgan, muhabbatga ishlatiladigan gormonda. Ular oksitotsinning o'rniga testosteronni hisobida yashashar ekan. Testosteron va oksitotsin ziddi gormonlarda, bittasi chiqsa bunisi tushadi, bittasi chiqsa bunisi. Erkaklarga shaxt, jaxt, pul topish, karyera, ko'chada yashab qolish uchun ularga testosteron kerak, o'shancha oksitotsin past bo'lar ekanda, 35 yoshdan keyin oksitotsin sekin pasayib, bu testosteron pasayib, oksitotsin oshganda otalik shafqat uyg'onar ekan. O'shancha yoshi kattaroq bo'lganda tug'ilgan bolalarga otalarga boshqacha otalik. Bo'lib ham nevaralarga. O'shaning uchun ko'pincha ular nevaralarda ota-onalikni qayta yashab o'tishar ekanda. O'shaning uchun haqiqatda katta avlodlarga, katta avlod vakillariga ham bizga kerakmiz qaysidir ma'noda. Takshi ular ham bizga kerak. Chunki biz ularni davridamiz, bizga ish muhim, bizga munosabatlarni to'g'rilash, bizga anu tozalik, uy tozalab olishimiz muhim bo'ladi-da odatda. Ularning bunga toqati bor. Turmush o'rtog'im menga hissiyotlarimni, boshqa narsalarimni, noroziliklarimni vaqtida gapira olish, yashab o'tishga eng katta turtki bo'lgan odam. Men to'ppa-to'g'ri qilsam, normalni, shunaqa bo'lishi kerak, shunaqa aytiladi o'zi. Keyin nima qilding deb had beradigan inson bo'lganlar. Juda kuyib yonayotgan vaqtimda had berardilar. Haqqing bor bunga. Ha, mayli gapirib, shunaqa qil. Keyin o'zimga kelganimdan keyin ozgina korreksiya qilishlari mumkin, lekin hech qachon nima bunaqa dedi, men xato qilsam, bunaqa demasligim kerak edi. Demasdilar o'sha paytda. Lekin bu butun hayotim mobaynida menga cheklov qo'ymaganlar, ruxsat berganlar degani emas. Meni emotsiyada emas vaqtlarimda, xato qilgan vaqtlarimda yaxshigina gap eshitardim, yaxshigina xato qilganimni eslatardilar. Lekin menga kerak bo'lgan paytda to'g'ri turib berardilar-da. Eng yomoni sizga o'sha paytda tasdiq kerak, o'sha paytda sen xato qilibsan, demay turish kerak, birov sizga qoralamay turish kerak edi. O'sha paytda qoralashadi-yu. Voy tavba qildim degan. Voy asli unaqa emas. Voy buni noto'g'ri qilibsan. Shu unaqa dema. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Yo'q. Ayni shunaqa paytlar bo'ladi. Odam rostdan hissiyotlarini bo'shatib olishi uchun, o'sha qiyinlikdan o'tib olishi uchun yonidagi odam xuddi unday fikrlab turishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Ha. Rostdan ham deb turishi kerak. Media olamidagi chiqishlarimizni o'zim hech qachon chiqaman deb ham o'ylamaganman. Men qadriyatlarim bunga umuman to'g'ri ham kelmasdi. O'zi aslan men mazza pedagogman-da, o'zi rosa mazza qilib dars o'taman. Zo'r dars o'tib, yayrab ichkarida oqib, suzib dars o'tadigan odam bo'lganman. Dars mazza qilib o'tishimda keyin aytib qolganlar, mana shogird bola syomka qilsa, shuni Instagramingga joylab tur dedilar turmush o'rtog'im. Bo'pti deb syomka qildik, shunaqa joylandi. Shu bilan o'zidan-o'zi prosmotr ko'paydi, ketdi, bu narsalar bo'lib ketdi. U kishi meni chegaram bo'lganlar. Qachonki men hali o'zimni chegaramni yarata olmaydigan davralarda, masalan, media boshqalarda hamma qadriyatli oilada katta bo'lganman. Ota-onam ayol kishi, erkak kishi,
madaniyatini o'rgatib katta qilishgan, lekin baribir media olami, yangi tanish-bilishlar, yangi auditoriyalar bu men juda hali haddimni tushunib oladigan darajadagi narsalar emas edi. Yangi narsada baribir tajribangiz bo'lmaydi-ku. O'shanaqa paytlarda bu seni joying emas, bu yerga borishing noto'g'ri, mana gapni gapirma, mana narsani etma, bunga seni haqqing yo'q, menga seni hadding yo'q deb juda ko'p meni chegaralarimni sog'lom chizib ko'rsatganlar. Agar o'sha chegaralar chizilmaganda bilmadim. Nimalar? Chunki media shunaqa o'yin ekanki, olqishlanganingiz sari yana ketaverasiz-da, chegaralarni buzib. O'sha chegaramni saqlab berganlar. Yaxshi emas holatdan chiqib ketish paytida variantli yo'lni oson ko'rsatadilar. Bo'ladi odamlar o'sha uyda muhit o'zgardi, janjal bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ezib o'shani 3 kun, 4 kun bir haftalab cho'zadi-yu shuni. Qovos olib, ovqat yemay, arazlab. Yo shu narsani 2 kun, 3 kun tez chiqib ketadilar-da. U kerak bo'lsa 1 soatda chiqib ketadigan paytlar. Turinglar bir narsa yeb kelinglar. Turinglar mana bunaqa qilinglar, turib bunaqa qil, kino ko'ramiz degan takliflar berib chiqishga har doim birinchi bo'lganlar. U bizning oilada buni ayol kishi qilsin, buni erkak kishi qilsin bo'lmagan. Kimni resurs yetsa o'sha odam qilib ketgan va resursda bo'lgan odam bizning oilada har doim kishi bo'lganlar. Ular har doim shunga kuchlari yetgan. Men bir narsani tushunib yetdim. Kimni bilim, toqat, sog'liq masalasida kuchi yetmasa, o'sha g'ururli bo'lib ketaveradi. Sog'lig'ingiz yomonmi, o'zingizcha jinni g'ururingizni yo'qib olasiz. Bilimingiz yetmaydimi shu temada, siz g'ururingizni yo'qib qolaverasiz. Mana shunaqa ekanda, kimda shu narsa ko'proq bo'lsa, o'sha odam g'ururi chekkaga surib qo'yib, munosabatlarni tiklab ketaveradi. O'sha menda shu narsalar kam paytda bu ishlar qilardilar. Keyin paytlar bo'ldi, ularda resurslar tushib ketdi. Ular ham erkaklar kiradigan 35+ depressiyalarga kirdilar. O'sha paytda bu narsa menda bo'ldi-da, men g'ururimni yig'ishtirib qo'ydim. Men turib berib turdim. Nima desalar ham, so'ksalar ham, jahl qilsalar ham, boshqa qilsalar ham turib berib turdim. Juda oson bo'lmadi, juda bir осознанно aql bilan turib berdim demayman. Kuchim yetmagan vaqtlar bo'ldi, yig'ladim, siqildim, siniqdim. Mutaxassis ustozlar bilan maslahatlashib, o'zimga o'zim yordam berib, boshqa qilib yengib o'tishga harakat qilindi. Demoqchiman, bu yerda baribir kimda resurs bo'lsa, o'sha qo'l cho'zish kerak ekan hayot har xil vaqtida. Hamma oilani o'zini muammosi bor, o'zini formulasi bor-da, uni hammani umumlashtirish bu juda katta xato bo'lar ekan. Qaysidir oilalarda rostdan erkak mas'uliyatsiz infantil, qaysidir oilalarda rostdan ayollar xato qilyapti. Lekin deysizda, lekin qarang manaman degan o'sha psixologik shaxs buzilishiga ega bo'lgan odamlar bilan baxtli yashayotganlar ham bor-da. Masalan, narsistik shaxs buzilishi, любой narsani qilib maqtashingizni talab qiladigan erlar. O'shalarning hamma narsasi minnat, maqtangani qiladi, faqat o'zini ko'rsatgani qiladi deb yasholmayotgan ayollar bor. Lekin shunaqa voy adajoni siz tilla, voy zo'r, siz qayerdan oldingiz, uncha yaxshi, vasha zo'r olib kelibsiz, молодец deb maqtab yurib, o'shani narsistligidan foyda ko'rib yashab yurgan ayollar ham bor-da. Esimda turmushimizning 1-2 oyi uyda umumiy janjal bo'ldi, katta eshik bo'lgandan keyin umumiy bir nimadir bo'ldiki, o'shandan keyin o'sha janjal biz ikkalamizga ulanib ketdi-da, er-xotin urushib ketib qoldik-da. Turmush o'rtog'imning odatlari bor, qo'l ko'tarmasdilar, lekin sizga qadrli bo'lgan narsalarni chil-chil qilib yuborardilar. Telefon, notebook va moliyaviy qiymati bor narsalarda yana shunaqa narsani sindirib yubordilar. O'sha paytda shundoq kirdim-da uyga, meni miyam ham naqa ishlayapti deb, bo'ldi, men hozir Toshkentga ketaman, qanaqa shofyor kim olib topsa bo'ladi, ajrashaman, ketdim. Chosima meni miyam bo'ldi, tugadi hammasi deb o'ylayapti-da. Shunchalik muammolar chiqsa yechish mumkin emas deb o'ylayman. Bo'ldi, insonlar bitta urushdimi qayta bir-birini yaxshi ko'ra olmaydi, yaxshi ko'rishda davom eta olmaydi deb o'ylayman-da endi o'sha paytda. Shu miyam shunaqa ishlaydi. Chunki janavar 100 ta kursdoshimiz potokda yoppasiga erga tegami kelib et beradi, keyslarda faqat shunaqa narsalar chiqadi-da. Demak o'ylaymanki, inson ichi boshqa samimiy bo'lmaydi deb turishgandan keyin yo chidab yuriladi, yo ajrab ketiladi. Ketaverish kerak, undan ko'ra deb o'ylar ekanman-da endi. Shunaqa rejadaman, narsa yig'ishtiryapman. Bitta kirdilar ichkariga, men ko'rib hayron bo'ldilar-da. Jahldalar hatcha. Nima narsalarni yig'ishtiraman, nima qilasiz? Ketaman. Qayerga ketasiz? Sizlaydilar. Qayerga ketasiz dedilar. Uy ketaman, nega deyaptilar? Ajrashamiz, bo'ldi, urishdik-ku.
desam aytadilar sharaqa ishing uxlaganlar aytganlar man ajrashgani uylanmaganman deyapti sizni bilmadim-u nimaga teggansiz erga lekin ajrashgani uylanmaganman o'zingiz bosib oling deganlarda shartta nariga xonaga kirib ketganlar mana shu gap manda miyamdan kirgan tovonimdan chiqqan demak man qanaqa sayoz fikrlayotgan ekanman deb o'ylaganman keyin ham bu fikrlashim davom etgan baribir hayotimizni o'xshamagan nuqtalarida yo baribir biz yasholmas ekanmiz biz ketishimiz kerak ekan ajrashimiz kerak ekan bu insonni odami man emasman bu inson o'ziga mana shu marg'ilonga muvofiqroq ayol tanlashi kerak edi shekilli deb o'ylayverardim shunaqa fikr kelib olaverardida miyamga qachonki bitta haqiqatni anglab yetmagunimcha bu takrorlandi darsda ustoz bitta narsani tushuntirdi biz jahlimiz chiqqan vaqtida biz kimdandir jahlimiz chiqqan vaqtda sevishdan to'xtab qolmaymiz sevgi bu fundamental tuyg'u u fitratiy joylashtirilgan u bizni ichimizda bor tug'ilganimizda u bizda bor jahl xafalik norozi bular kelib ketadigan 6 minutlik hislar biz jahl bilan tug'ilmaganmiz biz muhabbat bilan tug'ilganmiz nikohda bizga yana qayta o'sha ichimizdagi muhabbat qayta ekib ochib qo'yiladi yavniroq ochib qo'yiladi mana sanda boru ba'zi bilib qo'y bu insonga nisbatan va biz bunaqa ba'zi emotsiyalarni yo'qotib qo'ya olmaymiz shuning uchun bolalaringizga ham tushuntiring urushayotgan hozir mani jahlim chiqyapti urushyapman lekin man yana yaxshi ko'raveraman jahlim o'tib ketsa bo'ldi gaplashamiz oyisi jahli chiqqanda yaxshi ko'rishdan to'xtab qolmaydi bolalarni deb aytinglar dedilar ishonasizmi o'shanda bir mingta yulduzcha unaqa bo'ldi portladi miyamda va o'shanda tushundimki man har safar erim bilan bo'lgan murosasizlikda bo'ldi sevgi tugab qoldi deb o'ylaganimcha ajrashmoqchi bo'lamanda aslida sevgi tugab qolmaydi bilasizmi janjaldan keyin borib yana kulib gaplashib ketishi yo'q sevgi ikkiyuzlamachilik qilinyapti deb o'ylayman-da deb o'ylaganman-da o'sha paytlar lekin masalan bo'ladi uydagi situatsiyalarda teppa teng qarashadilar masalan Muzayana 3-farzandimiz maktabga chiqqan 1-sinf uni darsini qildirish kerak har kuni Foti Zahroni uxlatish uchun ularga albatta erta aytish kerak ular 5 yosh egzi ikkalasini vaqti mamnun bo'lib kelib qoladimi o'sha paytida dadasi oshxonada idishto uni oshxonadagi idishto yig'ishtirib tozalab nol qilib yotishi katta qizim qilishi mumkin lekin imtihon kunlari bo'lib qolsa u aytadi iltimos menga tegmay turinglar ertaga imtihonim qilaverman idishto o'zim yuvib olaman dedim 3 ta vazifani olib oldim idishtolarni oshxonani o'zim yig'ishim kerak ani bolani darsini qildirishim kerak yana ikkitani uxlatishim kerak o'sha paytlarda dadasi iltimos bittasiga qarashib yuborasan bor bolalarni anaqa qilib man idishlarni yuvib qo'yaman deydilar yoki bo'lmasa man bolalarga erta aytaman Muzaynani tinchitinglar qurbilari toqatlari yetadigan qismini oladilar shu narsalarni ikkalamiz bo'lishib qilamizda keyin voy uxladi bolalar voy palon bo'ldi ke endi o'tir ke uxla bitta choy damla deb o'zimizni hayotimizda boshlanishi mumkin shuncha hayot 17 yil o'tayotgan ekan yaxshi kun yomon kun og'ir fe'l yengil fe'l ichki haqiqatlarim hamma bor budim bilan ko'rindim men bu odamga hech narsam qolmadi уже ichimda hammasini ko'rsatdim fe'l qilib hammasini ko'rgan vaqtlarida ham qoldilar yonimda turdilar просто turmadilar qo'llab-quvvatlab turdilar har doim xavfimni kamaytirib pasaytirib turdilar ko'zlari doim menda turdi bu uchun juda ham katta rahmat bu insonga chunki bitta fe'lingizni ko'rib qolganda qancha odam tashlab ketadi o'rtoqlarda tanishlarda kollektivda bitta ichingizdagi bir yaramasligingiz nafsiy sifatini ko'rib qolsa tashlab ketishadi yuz o'girib ketishadi siz haqingizda nimalar deb ketishadi nechi xili bo'lsa hammasini ko'rib ham siz yoningizda qolgan odam menimcha o'shani ismi juft deyiladi biz hamma yaxshi sifatim bilan yoningda butun umr turaman deb va'dalashmaganmiz-ku shu nuqtadan ularga katta rahmat aytaman meni tanigan yo atrofimda ko'radiganlar baribir meni aslimni bilishmaydi Alloh qanaqadir to'sadiki qaysidir yaxshiligingizga to'ssa kerak edi qancha bir illatlaringiz sifatlaringizni bekitadi o'shancha atrofdagilar sizni ideal deb o'ylaydi lekin juftdan bunchalik bekitib bo'lmaydi hamma narsangizni ko'rib yoningizda qolganda o'sha gap o'sha nom bilan ular juft bo'lishadi rahmat aytaman shu narsa uchun